Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 24-may, haftaning shanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz. Bugun zavoddan video qilyapman. Zavodimiz manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ko'rib o'tganlaringizda bu hozir ikkita mashinamizga tayyor holatda bo'lyapti. Ranglari atlasli holatda, ishlarimizning razmerlari standart 6, 12, 25. Mustahkamliklariga, sho'r chiqmasligiga xudo xolasa, sho'r chiqqani yo'q. Mustahkam sinovlar nihoyatda 10 mingtalik mashinada kam chiqadi. Mana ko'rib o'tganlaringda lentada ham chiqyapti, sinov umuman yo'q. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. Ishlarimizning narxlari zavodimizning o'zida 850 so'mdan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazamiz. Ishlarimizni sanoatga bo'linib ketmasligiga 100% kafolat bor, xudo xolasa. Birinchi qo'lda istab yurganlar uchun birinchi qo'l o'zimizning zavod, o'zimizning texnikalar, mana ko'rib turganlaringdek shunday texnikalarda yetkazib beryapmiz. 5 mingtalik, 3 mingtalik, 10 mingtalik hammasi bor, xudo xolasa. Hozir bundan oldin 3 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarimiz chiqib ketdi. Andijon viloyati Sharxon tumaniga chiqib ketdi. Tayyorini so'raganlar uchun mana ko'rib turganlaringdek tayyori. Hozir yuklanishlar ketyapti. Rossiyadagi akalarimiz ko'pchilik so'rashyapti, telefon qilishib tusha olmayapti. Zavodda bo'laman. Zavodda antena yaxshi emas. Yozib qo'yishsa, Telegramdan yozib qo'yishsa, albatta javobsiz qolmaydi. Javoblarni berib o'tamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Kelishilgan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.